Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan ortiqcha vaznning asosiy do'stlari haqida gaplashamiz. Bu mahsulotlar ko'pincha hayotimizda tez-tez uchraydi va ba'zan o'zimiz ham bilmasdan ularni iste'mol qilamiz. Ammo aynan shu odatlarimiz vazn yo'qotish jarayonini sekinlashtiradi. Hatto tarozini yana yuqori ko'tarishi mumkin. Qani birgalikda qaysi mahsulotlar ozishga to'siq bo'lishini ko'rib chiqamiz. Ko'pincha vesim to'xtab qoldi yoki umuman yurmayapti degan shikoyatlarni eshitamiz. Bu holatning asosiy sabablaridan biri ayrim mahsulotlar. PP davrida mumkin bo'lmagan mahsulotlar ro'yxatida birinchi o'rinda kartoshka turadi. Kartoshka tarkibidagi kraxmal organizmda tez hazm bo'ladi va qondagi qand miqdorini keskin oshiradi. Bu ortiqcha insulin ajralishiga olib keladi. Insulin ortiqcha ishlaganda esa yog'lar to'planadi va vazn ketishi to'xtaydi. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanish jarayonida kartoshkaning har qanday turidan qovurilgan, qaynatilgan yoki pyure ko'rinishida voz kechish tavsiya etiladi. O'rniga esa siz uchun to'yimli va foydali sabzavotlar, brokkoli, gulkarom, kabachki yoki sabzi tanlansa, vazn yo'qotish jarayoni yanada samarali kechadi. Keyingi mahsulotimiz oq un. Oq undan tayyorlangan har qanday turdagi shirinliklar, non mahsulotlari va pechenyelar biz uchun mumkin emas. Oq un yuksak darajada qayta ishlangan mahsulot hisoblanadi. Uning tarkibidan foydali vitamin va minerallar deyarli yo'qolgan bo'ladi. Qolgan asosiy modda esa oddiy uglevodlar. Oq un organizmda tez hazm bo'ladi va qondagi qand miqdorini keskin oshiradi. Bu esa ortiqcha insulin ishlab chiqarilishiga va natijada vazn yo'qotish jarayonini sekinlashishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanish jarayonida oq undan tayyorlangan mahsulotlardan voz kechish shart. Keyingi mahsulotimiz guruch. Bu mahsulot barchamizning sevimli taomlar ro'yxatiga kirib bo'lgan. Ammo to'g'ri ovqatlanish PP vaqtida guruch tavsiya etilmaydi. Oq guruch tarkibidagi kraxmal organizmda tez hazm bo'ladi va qonda qand miqdorini keskin oshiradi. Shu sababli insulin ko'payadi, natijada yog' to'planishiga olib keladi. Shuningdek, guruch deyarli foydali mineral va vitaminlarni saqlamaydi. U faqat energiya beruvchi uglevod sifatida qoladi. Shuning uchun vazn tashlash jarayonida oq guruchdan voz kechish kerak. O'rniga esa ko'proq sabzavotlar, brokkoli, gulkarom yoki grechka tanlansa samarali bo'ladi. Endi eng ko'p savol tug'diradigan mahsulot tovuq oyoqlari. Hayron bo'lishingiz mumkin. Nega tovuq oyoqlari mumkin emas? Tovuq oyoqlarining teri qismida ortiqcha yog'lar to'plangan bo'ladi. Bu yog'lar tez hazm bo'lmaydi va organizmda yog' zaxiralariga aylanib qoladi. Shu bilan birga qovurilgan yoki yog'da pishirilgan tovuq oyoqlarida xavfli moddalar, kanserogenlar paydo bo'ladi. Bunday mahsulot vazn yo'qotish jarayoniga to'sqinlik qiladi, yurak, qon tomir tizimiga zarar berishi mumkin. Shuning uchun PP vaqtida tovuq oyoqlaridan voz kechish kerak. O'rniga esa teri qismi olib tashlangan tovuq filesi yoki kurka go'shti tanlansa, bu sog'lom va yengil variant hisoblanadi. Shirin sevuvchilar uchun eng muhimi shuni aytib o'tish kerakki, qand, shakar va novot bizga aslo mumkin emas. Hatto yarim choy qoshiq shakar ham siz yig'gan natijalaringizni ortga surishi mumkin. Masalan, 5 kunlik natijangiz yo'qolib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun siz tarozida raqamlarni ko'rganda xafa bo'lib qolasiz. Shakar bekorga oq ajal deb atalmaydi. Uning zararlari juda ko'p. Qarish jarayonini tezlashtiradi, teridagi kollagenni yo'qotadi va erta ajin tushishiga olib keladi. Immunitetni pasaytiradi, qondagi qand miqdorini keskin oshirib, ortiqcha yog' to'planishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanishda qand, shakar va novotdan to'liq voz kechish shart. O'rniga mevalarning tabiiy shirinligi, anjir kabi tabiiy quritmalardan, ya'ni meva quritmalaridan foydalanish to'g'ri yo'l hisoblanadi. Keyingi hayron qoldiradigan mahsulot qalampir, ya'ni murch. Ko'pchilik uchun kutilmagan bo'lishi mumkin, lekin murch ham vazn to'xtab qolishiga va bir joyda turib qolishiga sabab bo'ladi.
Murch buyraklarga ortiqcha yuklama beradi. Bu esa organizmda suvning ushlanib qolishiga sabab bo'ladi. Suv to'planganda esa vazn to'g'ri yo'qolmaydi. Tarozi raqamlari o'zgarmaydi. Shu bilan birga murch hazm tizimini bezovta qilishi, oshqozonda qichishish va qizish hissini keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanish jarayonida ortiqcha murchdan voz kechish tavsiya etiladi. O'rniga siz taomlarga tabiiy ziravorlar, ukrop, petrushka, kinza, bazilik kabilarni qo'shsangiz ham sog'lom, ham mazali bo'ladi. Har bir ayol kishi qish fasliga tayyorgarlik sifatida bankaga ikra, sho'rbodring, sho'r pomidor va turli xil salatlar yopadi. Bir so'z bilan aytganda, tuzlamalar biz uchun mumkin emas. Birinchi sabab tuzlamalardagi tuz miqdori juda yuqori bo'ladi. Bu esa organizmda suvning ushlanib qolishiga olib keladi. Suv ushlanganda vazn kamayish to'xtaydi. Siz tarozida raqamlarda siljishni ko'rmay qo'yasiz. Ikkinchi sabab, ortiqcha tuz yurak qon tomir tizimiga salbiy ta'sir qiladi. Qon bosimini ko'tarishi mumkin. Uchinchi sabab, tuzlangan mahsulotlar hazm jarayonini sekinlashtiradi va oshqozon ichak tizimida noqulaylik keltirib chiqaradi. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanish jarayonida sho'r mahsulotlardan voz kechish juda muhim. O'rniga esa yangi uzilgan sabzavotlardan salatlar tayyorlasangiz, nafaqat vazn yo'qotasiz, balki organizmingiz ham sog'lom bo'ladi. Ko'chalarda turli-tuman rangli qadoqlari bilan ko'zni o'ziga tortadigan shirin va gazli ichimliklar bor. Aytgancha, energetiklar ham shu qatorga kiradi. Biz ularni ichganimizda ko'pincha shunchaki tashnalikni bosyapti deb o'ylaymiz, ammo eng muhimi bu mahsulotlar buyrak, jigar va eng asosiysi yurak uchun katta xavf tug'diradi. Sizning qo'lingizda shisha yoki bankadagi ichimlik orqali siz faqatgina shirinlik ichmayapsiz, balki sekin-asta kasallik sotib olyapsiz. Tarkibi haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsam, ko'p miqdorda qand va fruktoza siropi ortiqcha vazn, qandli diabet va tish kasalliklariga olib keladi. Ortiqcha kofein asab tizimini qo'zg'atadi, yurak urishini tezlashtiradi, uyquni buzadi. Kislotalar va sun'iy ranglar me'da shilliq qavatini jarohatlaydi va allergik reaksiya chaqirishi mumkin. Konservantlar jigarni ortiqcha yuklaydi, tozalash funksiyasini sustlashtiradi. Shunga ko'ra gazli ichimliklar va energetiklar bu nafaqat sizning vazningizga, balki sog'ligingizga eng katta to'siqlardan biri. O'rniga esa yangi uzilgan mevalardan tayyorlangan tabiiy smuzi yoki limonli suv ichsangiz ham foyda, ham sog'lom bo'lasiz. Issiq kunlarda sevimli ermakka aylangan muzqaymoq haqida to'xtalib o'tsam. Ko'pchilik o'ylaydi, muzqaymoq bu tabiiy sut, qaymoq va mevadan tayyorlangan mahsulot. Ammo afsuski, do'konlardagi yaltiroq qog'ozdagi muzqaymoq siz o'ylaganchalik tabiiy emas. Aslida bu chiroyli qadoqdagi aldamchi muz. Tarkibida nimalar bor? Sut va qaymoq o'rniga o'simlik yog'lari, palma yog'i, kokos yog'i qo'shiladi. Bu mahsulot arzon, lekin organizm uchun og'ir. Ortiqcha qand va siroplar vazn oshishi, insulinga chidamlilik va diabet xavfini kuchaytiradi. Ko'p sonli E shoxobchalari, emulgator, stabilizator, zagustitellar tabiiylikdan yiroq, hazm tizimini qiynaydi. Sun'iy rang va xushbo'ylantiruvchilar meva ta'mi deb qiyoslaymiz, lekin ularning mevaga aloqasi yo'q. Natijada siz yaltiroq qog'ozdagi muzqaymoqni har safar yeganingizda organizmingizni ortiqcha yog', qand va kimyoviy moddalari bilan to'ldiryapsiz. Shunday ekan, sog'lom turmush tarzida muzqaymoqni oddiy shirinlik sifatida emas, balki salomatlik uchun xavf sifatida qabul qilish kerak. O'rniga siz o'z uyingizda tabiiy yo'l bilan mevali yoki yogurtli muzqaymoq tayyorlasangiz, haqiqiy ta'mni ham his qilasiz, ham sog'lom qolasiz. Endi e'tiborni ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan ketchup va mayonezga qaratamiz. Ular haqiqatdan ham ishtahani ochadi, ovqatga ko'rk beradi, ammo bu bilan birga ularning tarkibidagi moddalar ozish jarayonida bizga dushmanlik qiladi. Ketchup tarkibida nima bor?
Ortiqcha shakar vazn yig'ilishini tezlashtiradi. Sirka va tuz miqdori yuqori organizmda suv ushlanishi va qon bosimining ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Sun'iy qo'shimchalar, ye shoxobchalari, rang beruvchilar, stabilizatorlar me'da-ichak tizimini qiynaydi, allergiya xavfini oshiradi. Mayonez tarkibida nima bor? Rafinatlangan moylar, ayniqsa palma yog'i, organizm uchun og'ir va tez yog' to'planishiga olib keladi. Ortiqcha tuz va konservantlar buyrak va jigarga yuklama beradi. Kaloriyasi juda yuqori, hatto kichik miqdori ham parhez natijasini buzib qo'yadi. Shunday qilib, ketchup va mayonez bu mazali qo'shimcha emas, balki ozish jarayonining yashirin dushmanlaridir. O'rniga siz tabiiy pomidor sousi yoki grek yogurti asosida sous tayyorlasangiz, ham mazali, ham foydali bo'ladi. Ko'chalarda hammaga manzur bo'lgan burgerlar, KFC, lavashlar ko'zga tashlanadi. Azizlarim, bunday yegulikni uy sharoitida PP variantda ham tayyorlash mumkin. Biroq ko'chada sotiladigan fast foodlar bilan aloqani uzishimiz shart. Nega desangiz, ular odatda oq undan tayyorlangan non bilan ishlatiladi. Ichiga esa mayonez va ketchup to'la qo'shiladi. Qovurilgan yog'da tayyorlangan go'sht va kartoshka organizmni ortiqcha kaloriya, tuz va zararli moddalar bilan to'ldiradi. Shuning uchun bunday taomlar nafaqat ozish jarayoniga to'siq bo'ladi, balki sog'ligimizga ham katta zarar yetkazadi. O'rniga uyingizda to'g'ri undan tayyorlangan non bilan burger tayyorlashingiz mumkin. Sous sifatida grek yogurti yoki tabiiy pomidor sousi qo'shsangiz ham mazali, ham foydali bo'ladi. Go'shtni qovurish o'rniga dimlab yoki pechda pishirish yaxshi variant. Shu yo'l bilan siz ham PPdan chiqmaysiz, ham sevimli taomlaringizni sog'lom shaklda yeyish imkoniyatiga egasiz. So'nggi mahsulotimiz kolbasa mahsulotlari. To'g'ri, uning rangi va hidi ishtahani ochadi, lekin agar tarkibini eshitsangiz, hayratda qolishingiz aniq. Kolbasa tarkibida toza go'shtdan ko'ra ko'proq soya, kraxmal va arzon qo'shimchalar bo'ladi. Ortiqcha tuz va konservantlar organizmda suv ushlanishiga va qon bosimining ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Sun'iy rang beruvchilar va xushbo'ylantiruvchilar ishtahani ochishi mumkin, ammo ular sog'liqqa xavfli. Yog' miqdori yuqori, bu esa vazn yo'qotish jarayoniga to'siq qiladi. Bir tarafdan siz kolbasa yeyapman deb o'ylaysiz, lekin aslida organizmingizga turli zararli moddalarni kirityapsiz. Shuning uchun azizlarim, kolbasa o'rniga bozordan til, jigar yoki toza go'sht sotib olishingiz ancha foydaliroq. Yoki xohlasangiz kolbasani toza go'shtdan uy sharoitida o'zingiz tayyorlashingiz mumkin. Shunda siz ham mazali taom yeysiz, ham salomatligingizni asrab qolasiz. Tanangizni asrang, u sizga bir martagina beriladi.